Tumandagi kirpi. Ssenariy muallifi Kozlov, prodyuser Yarbusova, operator Jukovskiy, kompozitor Meyerovich. Film o'zbek tiliga dublyaj qilingan. O'zbek tilida kino aktyorlari Sardor, Madina va Snavkat. Kechqurun kirpi yulduzlarni sanash uchun kichik ayiqning oldiga bordi. Ular yog'ochga o'tirishdi va choy hoplab, yulduzli osmonga qarashdi. U tomning tepasida, morining orqasida osilgan edi. Quvurning o'ng tomonida ayiq bolasi yulduzlari, chap tomonida esa kirpi. Va men unga aytaman, men sizga malinali murabbo olib keldim. U samovar sovuq, novdalarni tashlashimiz kerak, mana bu bunaqa archa, deydi. Men unga aytaman va unga aytaman va men unga. Qiziq deb o'yladi kirpi. Agar o'tayotgan bo'lsa, u tumanga garb bo'ladimi? Va u tumanga kirib, ichkarida qanday ekanligini ko'rish uchun tepadan asta-sekin tusha boshladi. Oh! Va panjasini ham ko'rmaysan. Otma. Ammo ot hech narsa demadi. Ohohohoho. Psixo.
Ha, kirpi. Kirpi. Ahqaqaqa. Men daryodaman. Meni daryo ko'tarsin deb qaror qildi. Kirpi va iloji boricha chuqur nafas oldi va uni oqimga olib borishdi. men butunlay hol bo'ldim, tez orada chokib ketaman. Birdan kimdir uning orqa panjasiga tegdi. Kechirasiz, dedi kimdir indamay. Siz kimsiz va bu yerga qanday keldingiz? Men kirpiman, daryoga tushib qoldim. Unda mening orqamga o'tir, men seni qirg'oqqa olib chiqaman. Rahmat. Xush kelibsiz, dedi kimdir. Kirpi, qayerlarda eding? Men qo'ng'iroq qildim, lekin siz javob bermadingiz. Men allaqachon ayvondagi samovarni yoqib qo'ydim va yulduzlarni sanash oson bo'lishi uchun toqilgan stulni yaqinlashtirdim. Xo'sh, endi keling, o'tirib malinali murabbo bilan choy ichamiz, deb o'yladim. Siz malinali murabbo olib yurasiz, to'g'rimi? Samovarni esa portlatib yubordim, shoxlarni bular. Archa. Shunday qilib tutum bor. Va. Axir yulduzlarni sendan boshqa kim sanaydi? Kichkina ayiq gapirdi va kirpi o'yladi. Biz yana birga bo'lganimiz juda yaxshi. Kirpi ham ot haqida o'ylardi. U tumanda qanday